Nima buzildi, nima g'ichirlayapti? Ovqat yeyapsan meni. Zebo, ovqating tayyor bo'ldimi? Devam bo'ldimi chaqirsam chiqmadingiz? Qanaqa chaqirding? Ertaga ovqatga chiqing deb. Unaqa baland gapirma, qo'shnilar o'likka qoradi Zebo. Keyin bugun sen bilan bitta kino ko'ramiz, ha? O, nima yeb ko'ramiz, davay. Shuni yemasdan ko'rsak bo'lmaydimi? Men nimadir yemasam kinoni tushunmayman ma'nosiga. Pulitni yema. Zebo, mani dardimni eshitmasang bo'lmaydi. Xullas, xo'jayin bilan chiqish olmaymiz. Oylik past. U ishda ishlab 1-2 so'm orttirib bo'lmaydi. Shunga ishdan ketmoqchiman. Narsa yeyapsanmi? Senga dardimni aytayapman, eshit. Shunga mashinani sotsak, kreditlar to'lasak, uni ustiga kvartirani pulni so'rab yotibdi. Bu bilan ham bu turishda urushib qolam. Zebo! 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 Bu qiz yana qayerga berkim narsa yeyotgan bo'lsa, ha? Nima bu? Lapsha bilan kalbasan? Bo'pti, yaxshi o'tir. Umid aka, kelishda marakuya olib keling, yegimiz kelyapti. Bo'ldi. Hozir olib kelaman. Bittasangiz, biz bolamizga. Qanaqa bo'lamizga? Ikkini bizagadir. Yo'q, men o'zimni ichimdagi qurtlarim, bakteriyalarim hammasini etkaydim. Ko'rdingizmi? Men faqat o'zim o'ylayman. Ko'pchilik o'ylayman.